Assalomu alaykum qadrli obunachilar, akalar. Bugun biz Andijon moshina bozoridan Tracker, Monza, Onyx, Cobalt, Gentra narxlarini tanishtirib o'tamiz. Imkon boricha videomiz boshidan like, podpiska tugmalarini bosib qo'yamiz, poddeshkada bo'lib turamiz. Bo'lmasa biz boshladik. Bizda birinchi avtomobilimiz qora rangli 2023-yilda ishlab chiqarilgan Monza 1.5 atmosferniy, balonlari yaxshi holatda. Ko'rishingiz mumkin mashinamizni. Salon holatlari ideal turibdi. Poliglar tashab qo'yilgan. Qator ko'rib olasizlar. Lyuklari bor. Sidinalari koja, matviy holatda turibdi. Apshipkalari qirilmagan, chizilmagan, zo'r holatda turibdi. 31 ming yurgan. Mashinamiz orqa o'rindiq holatlari, orqa apshipkalari va mashinamizni ortdan ko'rinishi. Hozir sizlarga orqa benzinda harakatlangan, bir qo'l minilgan mashina ekan. Orqa bagaj holatlari benzinda harakatlangan. Mashinamizni holati zo'r, qirilgan, chizilgan joylari yo'q. $15.500 narx aytilyapti. Kelishsanglar, o'tib beriladigan joyi bor. Egalar nomeri. Aka, nomeringizni aytib boring. 93lik 255 53 57. Ushbu nomerga aloqaga chiqib, egalardan batafsil ma'lumotlarni yana ola olasizlar. Keyingi avtomobilimiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan Tracker 1. Ko'rishingiz mumkin mashinamizning oldidan ko'rinishi. Oldi abrisovkalari black piano qilib qo'yilgan. Avtomobilimizda yumshoq balonlari bor. 140 ming yurgan. Salon holatlarini ko'rib turibsizlar. Yaxshi holatda, chexollar tashalgan, poliglari bor. Mana yurgan mozilar ko'rib olishingiz mumkin. Apshipka holatlari qirilmagan, chizilmagan, yaxshi bir qo'l minilgan mashina deyishyapti. Orqadan ko'rinishlari ko'rishingiz mumkin. Ushbu mashinamizda metan gazlari bor ekan. Hozir ochilmayapti. Metan gazlari bor. Ko'rib turibsizlar. Endi hammaga qiziq bo'ladigan joyi mashinamizning narxi qoldi. Keyin kraskasini aytib o'tmadik. Kraskasi ikkita detalda yengil bor ekan. Akkumulyator otganning hisobiga shu krilasi bilan shu kapotida lak sachilgan. Ya'ni egalari bilan bog'lanib, batafsil ma'lumot ola olasizlar. Aka, nomeringizni aytib boring. 93lik 255 53 57. Ushbu nomerga telefon qilib batafsil ma'lumot olasizlar. Narxini 9700 kelishiladigan joyi bor. Endi muomalasini qilib gaplashaverasizlar o'zingizlar. Akalar, Cobaltni oqidan topib qo'ydik. 2024-yilda ishlab chiqarilgan oq Cobalt. 41 ming masofani bosib o'tgan. Balonlari yaxshi holatda. Kraskalari toza deb aytishyapti egalari. Salon holatlarini ko'rib turishingiz mumkin. Chexollar, poliglar bor. Metallari ham bor. Mana yurganini hozir ko'rsatib o'tamiz yana bir bor. O'zingizlar ko'rib olasizlar. Ishonch hosil qilish uchun avtomat korobka, 4-pozitsiya. Kraskalari toza. Mashinamizni orqadan ko'rinishi. Metallari bor aka, faqat orqasida egalarning yuklari borligi uchun ochib ko'rsatmayapmiz, lekin bemalol ishonch hosil qilishingiz mumkin. Aka, narxini nechta pul aytyapsiz? 11200. O'tib beriladigan joyi bor. Egalar nomeri yozib qoldiramiz. O'zingizlar telefon qilib, kelishib, muomalasini qilib gaplashaverasizlar. Bizda keyingi mashinamiz qora rangli Tracker 2. 2023-yilda ishlab chiqarilgan, 57 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Oldida RS abrisovkalari bor, yumshoq balonlar qo'yilgan, paroglari bor, tonirovka ruxsatnomalari ham bor.
salon holatlarini ko'rishinglar mumkin. Bu Premier pozitsiyasi. Yurganlarni o'zingizlar ko'rib olasizlar. Panoramalari bor. Sidina holatlari, poliglar tashalgan, apshika holatlari qirilmagan, yaxshi holatda turibdi. Mashinamiz o'zi orqa o'rindiqlari ko'rishinglar mumkin. Propan gazlari ham bor ekan. Mashinamizni orqadan ko'rinishini ko'rishinglar mumkin. Black piano qilingan. Kraskasi toza. Propanlari bor. Bagaj holatlari. Propanlari bor deb aytishyapti. Ushbu mashinamizni bo'layotgan narxi 15700. Egalar nomerini hozir aytib o'tamiz. O'zingizlar kelishib, gaplashib, batafsil ma'lumotni so'rab olasizlar. Aka, nomeringiz? 93lik 449 6509 nomeriga aloqaga chiqasizlar. Batafsil ma'lumotni egalari bilan bir qator gaplashib olasizlar. Bizda keyingi avtomobilimiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan qora Cobalt. Abrisovkalari Black piano qilingan, faralari qoraytirilgan, yumshoq balonlari bor, diskalari qoraga sachilgan. Yurganlari 37 ming. Malibu bar, Malibu rol. Mashinamizda ancha-muncha navaratlari bor, chexollar taqilgan, poliglar tashalgan. Apshika holatlari yaxshi. Orqa o'rindiqlari. Apshika holatlari. Orqasiga unaqa banan stop deyiladi, shunaqa stoplar qo'yilgan. Mashinamiz orqadan ko'rinishi. 4-pokoleniya propanlari bilan jihozlangan. Kraskasi oldi kapot bilan o'ng tomon orqa eshigida petnosi bor. O'zingizlar nomerlariga telefon qilib batafsil ma'lumotni ola olasizlar. Aka, buni narxi necha pul? 11800. O'tib beriladigan joyi bor. Nomerlarga telefon qilib, kelishib, gaplashib ola olasizlar. Nomeringizni aytib yuboring. Nomeringiz aka? 95lik 082 77 77 nomeriga aloqaga chiqarasizlar. Bu Gentra ham sizdanmi? Ha, bu 23. 23-yil, qora rang, oldiga amerikankalari bor. Lyuklari bor. Balonlar yaxshi holatda. Buni yurgani qancha aka? 110 ming yurgan toza. Bu mashina qulf ekan. Ichki holatlari yaxshi bo'lsa kerak. Buni ochib olish iloji bormi kalit? Tonirovkalari bor ekan. Biz ungacha orqa holatlarini ko'rsatib turamiz. Gazi-chi, gazi? Gazi bor ekan. Metan, propan. Propan. 4-pokoleniya propanlari bor ekan. Orqalarida optiralar. Bizdan ko'ra oling. 23 premyer. Hozir aka ochib olsa qilamiz. Salon holatlari, Malibu bar, Malibu rollari bor ekan. Tomlari qoraytirilgan. Chexoli yo'q, poligi ham yo'q, lekin apshika holatlari yaxshi, ancha-muncha navaroti bor mashina ekan. Tonirovka ruxsatnomalari bormi? Narxi necha pul? 13 ming kami bor. Bundan oldingi Cobaltda aytilgan nomerlarga aloqaga chiqasizlar, o'zingizlar bir qator egalari bilan gaplashib olasizlar. Bizda keyingi avtomobilimiz oq rangli Tracker 2 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi kapotida bor deb aytishyapti. 4 yumshoq balonlari bor. Mana balon holatlarini ko'rib turishingiz mumkin. Salon holatlari yaxshi, panoramalari bor. Sidiniyasi o'zini Zalotskoy sidiniyasi, polik tashalgan. Ko'rishingiz mumkin. Apshika holatlari yaxshi. Orqa o'rindiq holatlari. Orqa apshikalari. Mashinamiz gazi yo'q, benzinda minilgan. 47 ming yurgan. 23-yil, Premier, panoramalari bor. Kraskasi kapotda deb aytishyapti. Narxini necha pul aytyapsiz aka? 15800. O'tib beriladigan joyi bor. Nomerlaringizni yana bir qator aytib o'tsangiz. 95 082 77 77 nomeriga aloqaga chiqarasizlar. Bizda keyingi avtomobilimiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan oq Nexia 3. Kraskalari toza,
Mashinamizning oldidan ko'rinishi. Balonlar, yumshoq balonlar taqilgan deyishyapti egalari. Balonlar o'rtacha holatda. Kraskalari toza, salon holatlari, apshipka holatlari qirilmagan, yaxshi holatda turibdi. Urinmagan mashina 22-yil o'zi 23-yil to'xtatilgan bo'lsa, Nexus'lar zo'r holatda ekan. Chexollari bor, polik tashalgan, Mers rollari bor. Mers deflektorlar, mashinamiz ancha-muncha navaratlari bor ekan. Mashinamizning orqa sidina holatlari, apshipka holatlari. Mashinamizning orqadan ko'rinishi. Metallari bor. Metalni 90 talik. 90 talik metallari bor. Zapaskalari. Bankam. Hammasini bankam. Hozir ko'rsatib o'tgan Nexus, Tracker, bundan oldin ko'rsatgan Gentramiz, qora Cobaltlar hammasini bankam, naqd pul orqali ham kelishib savdo qilsanglar bo'ladi. Bu narxini qancha aytyapsiz aka? 9800. 9800. O'tib beriladigan joyi bormi? O'tib beriladigan joyi bor. Nomerlarni pastda qoldiraman. Egalari bilan batafsil ma'lumotlarni so'rab, o'zingizlar bir qator gaplashib olarasizlar. Mana mashinamiz. Bizda keyingi Cobaltimiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan oq Cobalt. Yumshoq balonlar taqilgan. Salon holatlari 117 ming yurgan, Malibu rollar qo'yilgan, chexollari bor, polik tashalgan, salon holatlari yaxshi holatda. Oldi apshipkalari. 4-pozitsiya. Orqa sidina holatlari, apshipkalari, reklama banneriga e'tibor bermaysizlar. Mashinamizda 4-pokoleniya propan gazlari bor. Kraskasi shu orqa bagajda shu qismida bor, deyapti. Yana egalari bilan aloqaga chiqib, gaplashib olasizlar, shu qismida bor ekan. Mashinamizni orqadan ko'rinishi. Narxini 10500 kam bor dedingiz-a? 10500 o'tib beriladigan joyi bor. Bu-chi aka? Bu 22. Bu ham 22-yil. Kraskalari Ikkita petnos. ikkita petnosi bor. Ikkita detalda petnos Bu bor. 71 ming. Yurgani 71 ming. Chexollari yo'q, polik tashalgan, apshipka holatlari yaxshi holatda. Yumshoq balon. 4 yumshoq balonlari bor. Orqa holatlari. Ras. Buni ham gazi bor. Buni ham 4-pokoleniya gazlari bor, propan. Orqadan ko'rinishi. Qani. Tutib olamiz. Buni qani ochardik? Bitta ochib bering-da. Ko'rsatib qo'yaylik. Mana propanlari 48 taliga tabletga. Buni ham narxi 10500 kami bor. Egalar nomerini pastga yozib qoldiraman. O'zingizlar bir qator yana aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotni olishinglar mumkin. Aka, bularni ham xolasa bank qilib olaveradi. Hozir ko'rsatib o'tgan Gentra, Tracker, Nexus, mana bu ikkala Cobaltimiz, bundan oldin ko'rsatilgan birinchi qora Cobalt hammasini naqd pul orqali yoki bank orqali ham kelishib savdo qilsanglar bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Gentrani qorasidan minaman degan uchun ko'ringlarchi. 2022-yilda ishlab chiqarilgan qora rangli Gentramiz 76 ming yurgan, yumshoq balonlari bor, balonlar yaxshi holatda. Tepada lyuklari bor. Salon holatlari ko'rib turishinglar mumkin. Mana o'zining rollari, salon holatlari stok holatda. Mashinamizga polik tashalgan. Apshipka holatlari yaxshi, o'zgartirishlari bor ekan, bir ikkita navaratlari bor. Orqa ko'rinishi. Orqa o'rinli holatlari. Bu mashina shumka bo'lganmi, bo'lmaganmi? Shumka bo'lgan. Mashinamiz shumka bo'lgan. To'rala eshigimi? To'rala eshigi shumka bo'lgan ekan. Orqalarini ochib olsangiz aka, propanni ko'rsatib qo'yaylik. Mashinani Amerikanki optra faralari bor. Propanlari 48 talik propanlari bor, 4-pokoleniya.
Shumkalar bo'lgan 22-yil, qora 76 ming yurgan kraskalari toza. Narxini nech pul aytyapsiz aka? Aka narxini nech pul aytyapsiz? 12700 o'tib beradigan joyi bor. Bor. Bundan oldin 77 nomerga aloqaga chiqishaveradi. Ha, bo'ldi. Egalari bilan bir qator gaplashib, yana ma'lumotlarni olishinglar mumkin. Mashinamizni qirilgan, ortiqcha joylari yo'q. Kuzov holatlari zo'r turibdi. Kelib o'zinglar bir qator ko'rib olasizlar. Keyingi Gentramiz oq ranglisidan ham ko'rsating deganlar uchun 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Oldidan ko'rinishlari 4 ta yumshoq balonlari bor. Tonirovkalarga 4 oy ruxsati bor dedi adashmasam. Mana lyuklari bor tepasida. Salon holatlari, apshivka holatlari qirilmagan, yaxshi holatda turibdi. Chexoli yo'q, polik tashalgan, avtomat korobka Gentramiz. 74 ming yurgan. Mashinamizni orqadan ko'rinishi. Optralari yo'q. Metan gazlari bor. Mashinamizda metan gazlari bor. Ko'rib turibsizlar. Aka buni narxi nech pul? 12 ming o'tib beriladigan joyi bor. Bu ham bank orqali chiqaradi. Akalar, hozir ko'rsatib o'tayotgan mashinalarimiz ham naqd pul, ham bank orqali chiqaradi. Egalari bilan kelishib gaplashaverasizlar. Sizlarning redline pozitsiyasi fullidan so'raganlar uchun 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Old abrisovkalari Black Piano bo'lgan. Mashinamizning oldidan ko'rinishi. Balon holatlari yaxshi holatda. Tonirovkaga ruxsati bormi aka buni? 3 oy 4 oy tonirovka ruxsatnomasi bor. Salon holatlari, tepada lyuklari, o'z nashri redline sidinalari, Malibu bar, Malibu rul, Mers hadovoy qilingan deyapti egalari. Poliklar tashalgan, apshivka holatlari yaxshi holatda. Orqa o'rindiq holatlari, apshivka holatlari. Aka buni gazi bormi? Benzinda aka qo'yilmaydi. Benzinda. Kraskasi? Kapotda petnosi bor. Kapotida, uchida petnosi bor. Narxini nech pul aytyapsiz? 13800 dan. 13800 o'tib berilgan joy bor. Nomerlaringiz? 93lik. 93lik 493 493 2002. 2002 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Egalaridan batafsil ma'lumotni olib o'tib berilgan. Ha, bu bank ham qilib beradi, to'g'rimi? Ha, bo'ldi. Ham naqd pulga, ham bank orqali ham kelishsanglar bo'laveradi. Bu Gentra ham sizdan? Gentra ham ko'rsatib ketaveraylik. 2,5 ming dollar bilan bank orqali chiqadi uni ikkisimiz. Ha, bo'lmasam Gentraga o'tdik. Qani, nechinchi yil bu? 23. 23-yil. 64 ming yurgan. 64 ming yurgan. Kraskalari toza. Balonlari yaxshi holatda, yumshoq balonlar qo'yilgan. Tonirovka ruxsatichi? 4 oy. Lyuklari bor. Salon holatlari, polik tashalgan, apshivka holatlari yaxshi. Chexoli yo'q mashinamizni. Monitorlari bor ekan, buni ham bir qator ko'rsatib o'taylik. Monitorlari bor. Orqa o'rindiq holatlari, mana bilkalarni ham ko'rishinglar mumkin. Gazi bormi yo'qmi? Propan gazi bor pakalini. 4-pakalini. 4-pakalini propan gazlari bor. Mana mashinamiz orqadan ko'rinishi. Mashinaning kuzovida ortiqcha qidirilgan, chizilgan joylar yo'q, yaxshi holatda turibdi. Kelishib gaplashib olasizlar. Aka buni narxini nech pul aytyapsiz? 13,5 mingdan tushgan. 13500 dollar o'tib beriladigan joyi bor. Egalariga telefon qilib o'zingizlar kelishib olaverasizlar.